Assalamu alaykum hörmetlik qarindaşlar. Video söhbetlerimizni YouTube arkalık davamlaştırışını toğru dep kaldım. Çünkü bunun ommaviyligi tegim ilgiri sürülsün dep. Bugunki temamiz kishilar qandaq ajizliklarga ko'ra josuslikka ishlaydi degan tema. Növbetde Xitay jasusluk sistemasining chet ellardagi faoliyati kuchayib, qilmagan sharmandilik qolmayapti. Xizmetki teklif qilmagan adam qolmayapti. Bundaq bir murakkab vaziyatda qarindoshlarimizni bir az anti josuslik savodiga ega qilish har bir ziyolining burchi bo'lib qoldi. Josuslikda qandaq ajizliklar hisobga ilinib xizmatga selinadi. O'xshamagan manbalarda e'lon qilingan josuslikka doir materiallar, əslimilə paş qilishlarning hammasida bir o'xshashlik diqqatni tortadi. Josuslik kishilardagi shu to'rt turlik ojizlikqa tayanib, ularni qo'lga keltirdi yoki o'lqishga dastadi. Birinchisi pul. Agar obakit bek badxarj pulg'amroq pul desam men do'g'ri tikib mijozdagi odam bo'lsa, uningga pul taklif qilindi yoki pulga barobar keladigan manfaatlar, ticaret kolaylıkları teklif kılındı. İkinci, cinsiyet. O vakit artıkça şehvetperest olsa, o casus jalaplar yoki pulga yollangan jalaplar vasitasi bilan ko'zlagan manziliga qistab keltirildi. Üçüncü, ziyade şöhretperestlik tuyg'usi yoki benormal şöhretperestlik tuyg'usi. Bunun bir tarafida yanada pul amili bo'ladi. Yana bir tarafı əməl, mənsəb, urun, mərtəbə amalını şart qıladigan şöhrətpərəstlikdir. Dördüncü, köz qaraş birligi yoki köz qaraş tətürligi. Yani komünist bir devlet, demokratik devletlerde yaşayotgan fuqarolarning ichidagi kommunizm fikri iqimiga qiziqadigan, o'z davlatining siyosiy ijtimoiy tuzumini o'chkiradigan muxolif ko'z qarashdagi kishilardan osonli foydalanadi. Bundan başka ictimai guruhlar ara ziddiyetler, şahslar ara ziddiyetlerden paylaşımı müştereke kiradi. Bulardan birinci ve ikinci tür bir kadar aniqlikka ega bo'lg'achqa, yana ilohi bermakka uyg'un yo'q. Üçüncü ve dördüncü tür bir kadar murakkab bo'lib, bularning o'z ichiga oladigan mazmunlari, chetishlik doirasi ko'p bo'lg'achqa, bular haqida biroz yechim berishga to'g'ri keladi. Şöhretperestlik hamma insonda mavjud bir xil ichki tuyg'u bo'lib, manni gavdalantirish mazmunidagi psixik istak. Normal şöhret tuyg'usi insonlarning tirishchanligini g'idiqlab, yuksak pallalarga yetishida yo'shirin harakatlantiruvchi kuch bo'lishi mumkin. Agar bu istakning mohiyatida yanada bir umumiylik yetakchi qilingan bo'lsa, shunday bo'ladi. Masalan, ma'lum kasbda natija qozonib, millatimga, vatanimga sharaf keltiraman degan g'oyada vatan millatdan iborat bir umumiylik prinsipi asosida o'zini ko'rsatish xohishi, ya'ni shuhratparastlik ifodalanadigan bo'lg'achqa, bu shaxsgami, jamiyatgami foydali bo'lishi mumkin. Yana masalan, ko'p pul topib, yurtimizga bir maktab selib yoki masjid selib, falani salgan maktab yoki falani salgan masjid degan otni olmaydigan bo'lsam degandeklar. Ama bu tuyg'uning butun qurilmasida hech qanday umumiylik bo'lmaganda, bu tuyg'u hodisa yiqidan shuhratga intilish bo'lib, mohiyati sharmandilik bo'lishi bilan hisoblashmaydi. Masalan, baslashish tuyg'usi ba'zi odamlarda tug'ma boyvachchilik mijozi bo'ladi. Ularning cho'ng hajligisi kelib turadi. Yanchiqidagi puli, ya'ni kirim vaziyati bilan hisoblashmaydigan ko'nlarninki deyişi boyunca yotqanğı put uzatmaydigan boyvachchilik bo'lib, zag'irtilimizdagi qonu boyvachchilar ko'p hollarda haj istigi kirim saviyasidan zo'r darajada eshib ketgan bo'ladi. Bu tamponsizlikni o'ngshash uchun normal yo'l bilan qodir bo'lolmaydi.
Xajni qisqartib, yotqanғы bir qıp uzutub, vəziyyətni oңuşup eliş yolunu tutqus gelmeydi. Belki tehi bunisi onunğa har kelidi. Onun cemiyette muhakkak bir yoki bir neçe raqobatchisi bo'ladi. Qo'sqining nersida üzəngi soqaştırıp turdigan yoshurun musobaqadash. Uningdan qilish o'lim bilan barobar. Bu vaziyatda u munofiqlik yo'liga menib qoladi. Chunki munofiqlik yoshurun ish bo'lg'achqa, uni hech kim bilmaydi. Ammo heliqi musobaqadashdan tuyan bo'lib qilish jamiyatda uning inovatini tushirdigandek tuyuladi. Xuddi Viktor Hugo deganidek, kishilar murosimlarga borganda o'tigining tumushqiga juqib qolgan laydan numus qiladi, ammo qalbidagi kirdan numus qilmaydi. Mana bu xil sharaf bilan sharmandalikni aralashtirib yutadigan manmanlik jasuslikda bağlı bilish uchun dushmanga bek qimmatli xarakter. Endi amal mansab o'rin martabaga bo'lgan erismanlikmi bir ojizalqqa. Bu faqatla mamlakat ichidagi Xitoy hokimiyatining har qaysi darajalik amallarini ko'rsatish notayin. Bu yana ayni vaqtda chet ellardami muayyan qimmatga ega. Chunki bir davlat josuslik uchun nihoyat ko'p pul ajratadigan bo'lg'achqa zarur deb qaralganda ma'lum odamni chet ellardami ma'lum martabaga ega qilishi mumkin. Bu haqda KGB nomli kitobda Sovet KGB'si Amerikada ma'lum bir nishonni shu shaharning boshliq qilib saylitish urinishida bo'lgan va bu maqsadga asosan yaqinlashgan. Ular bu ishni obikit maktabda o'qiyotgan vaqtdan tortib boshlagan bo'lib, pul soyasida uni saboqdoshlari yaxshi ko'radigan qilgan. Har xil o'quvchilarning ijtimoiy tashkilotlarga saylanadigan muhit yaratgan. Demak, bu qilg'il bo'lmag'idek ish emas. Bizdek to'rt eg'iz gapni hayajon bilan so'zlab qo'ysa vatanparvar inqilobchi deb baholaydigan, 6 tanga puli yoni qiygan odamni vatanparvar boy deb reysaliston o'rin beradigan, josuslik savodi va hushyorligi noldan tuvan bir millat orasida bu ishlarni amalga oshirish, munofiqlarni istagan to'rga chiqarish, beshidan yo'g'on qalpoqlar bilan tartiqlab, mashhur odamga aylantirish, hatto mashhur inqilobchi qilib o'tish tamoman mumkinchiligi bo'lgan ishlardir. Yana shuning uchun texim mumkinki, men oldingi yozmishlarimda tilga olgandek, biz burnimiz turibmi po'qiyaveradigan darajada ekanligimiz ana shu maqolalarda amaliy misollar bilan ko'rsatilgan edi. U avvalimizda bundaq odam o'g'larini qilmak Xitoy uchun bek qulay bir ishdir. Agar pulga bo'lgan hirsmanligi bo'lmagan bir odamningmi pulga bo'lgan normal ehtiyoji bo'ladi. Odatda u yotqanғы bir put uztadigan bo'lg'achqa o'zining topqini imkoniyati doirasidagi iqtisodiy ahvoliga shukr qiladi. Ammo bu odam Xitoy uchun bek zarur bo'lsa, uni setib olmasdan ko'ziga uyqu kirmaydigan alohida tarafi bo'lsa, u holda turli sun'iy omillar bilan bu odam krizisga patirilishi mumkin. Eng aqalli ehtiyojlariga qodir bo'la olmaydigan, jamiyatda haqiqatan nomusga qoladigan qarzdorchilik, ailəsinin normal ehtiyacını qamday almaslik tüpeyli atalmış dost düşmanları aldıda, xotin balaları aldıda yerga qarab qoladigan vaziyatga tushirilgandan keyin onunğa yordam taklif qilinishi mumkin. Qo'sh tirnoq ichidagi yordam. Nayt ko'p irodalik odamlar, hatto turmalarda yillarcha azob tortib baş egmagan azimatlardan bir munchisi jamiyatdagi mushundaq siqilishlarda bel qo'yib o'tadigan ahvollar bo'ladi. Shaxslar aro ziddiyatlar sun'iy avj oldirilib, shaxsning manmanlik tuyg'usi ko'riklanib, kuchaytirilib, ondan uningga raqibini besib tushishga yaraydigan ustunlik sharoiti taklif qilinishi mumkin. İnsanlarning hamon konkret narsalarni mavhum qumlardan, ko'z oldidagi narsalarni uzoqdagi narsalardan, navbatdagi ishni keyingi ishdan, shaxsiyatini g'oyibiy ham umumga taalluq ishlardan ustunroq ko'radigan tug'ma manfaatparastlik xususiyati mana bundaq eg'ib ketishlarni ichki asos bilan ta'minlovchi omildir. Shuni ilova qilib qo'yishning ortiq yeri yo'q. İnsanlardaki g'oyibiy nishonlarga bo'lgan sadoqat, shaxsiy ishdan umumga taalluq manfaatni ustun ko'rish ro'yi, tashviqotlardagi qahramonlarga xos ifodalar zamon xarakterlik bo'lib,
Bu şu xil ijtimoiy kayfiyat ko'tarilgan, tashviqotlar kuchaygan, insonlarda qizg'inlik avjiga chiqqan zamonlarda ana shundoq bo'ladi. Bu xil kayfiyat tuvallab qizg'inlik paskariga tushganda kishilar yana shaxsiyat haqida boshqa turishga boshlaydi. Bundaq psixik o'zgarishlar josuslikda bakma e'tiborga olindi. Bir qahramon inqilobchining jahondan kechadigan, hammadan umidsizlanadigan, quruq gapning keyini kirib, yaxshi yashash, boy bo'lish fursatlarini qo'ldan bergan umriga ich og'riydigan zamonlar bo'ldi. Bularni qarshi tarafning ko'zidan qochib qutulmaydi. Dunyoda shunday ishlarning bo'lishi hammaga tushunarli bo'lsa kerak. Bir jallod hech rahm shafqat tuyg'usi bo'lmagan holda bir necha odamni o'limga yo'llaydi. Yana shu jallod och bir aslanning ojizona miyovlashini anglaganda yurak shurdi qilib ketishi mumkin. Xuddi shuningdek, qattiq qiyin qistoqlarda bosh egmagan bir qahramon bir kunlari bir necha og'iz ta'sirli gap bilan ko'ngli yumshab, irodasi bo'shab, ichqarini to'kib yutishi mumkin. Ko'z qarash birligi yoki ta'tirligi. Ziddiyatlardan foydalanish haqida bir oz aniqlik berishning zaruriyati bor albatta. Davlatlar aro josuslikda ko'z qarash birligi yoki qarama qarshilikdan foydalanishning bir misoli yuqorida berildi. Yana shunga qo'shimcha Turkiyada hokimiyatning muxolifi kommunist partiya Xitoy kommunistlarining yulishiga erishib turdi va ular Xitoy kommunistlarini u qadar suydiki, gazetlarda madiylar yog'dirdi. Bu holda ular Turkiya haqidagi Xitoyga kerakli axborotlarni jon deb berdi va buni o'zining g'oyasiga bo'lgan sadoqatining bir namoyandasi sifatida qiladigan bo'lg'achqa, buning vatan sotqishlik sharmandaligi ekanligini e'tirof qilmasdan xushallik bilan qiladi. Xuddi shunday taraflar aro ziddiyatlarning bunda xolis yaloqchi bo'lishga elib boradiganligiga yana bir isbotni bizning inqilob tariximizning oxirgi sahifalaridan keltirish mumkin. Hasan Mahsum bilan Mehmet'in haztarab itmushuk bo'lishib yurgan zamonlarda Mahsum vatanga yo'lga salinayotgan mujohidlarga shunday ta'lim bergan. Agar vatanda demokratchilar, ya'ni Mehmet'in haztarabning odamlari sizlarga yaqinlashib, birlashib harakat qilishni taklif qilsa, ha deb qo'yib, sirlarini bilib olib, Xitoyga deb qo'ysanglar savob bo'ladi. Yani yo'qotishga tegishli bir dushmanni yana bir dushmanning qo'li bilan yo'qotishmi bo'laveradi. Bu xuddi Allohning zolimning qo'li bilan jazolaydigan hikmatiga o'xshash degan mazmunda ta'lim bergan. Ularga singdirilgan tarafini Xitoyga bo'lgan nafrat emas, taraf eni tufayli. Bu taraf Xitoy emas. Xitoyga qarshi ikki tarafning ichidagi taraf eni tufayli bu o'qimagan nadon mujohid jangchilarimiz haqiqatan bu topshiriqni o'rindigan va bir muncha Xitoyga qarshi jangovar kuch bu yo'l bilan yo'qotilgan. Gerçi Mahsum o'z vazifasining ehtiyojidan shunday o'rinlashtirgan bo'lsa-mu, nadonlar hech bo'lmasa aqliga poq yemagandikan, to'xta. Nima ishqa bunda? Bular nimachi bo'lishidan qat'iy nazar oldi bilan ularni Xitoyga qarshi deydigan odamlar emasmi deb o'ylashga aqli yetmagan. Koni inqilob tariximizga boqadigan bo'lsakmi, sovetparastlar dinchilarni chaqib, islomchilar turanchilarni chaqib, Chin Turkistonchi yoki atalmish millatchi yoki uchchapandichilar hammasini chaqib, Xitoyga ko'p osonlik yaratib bergan shalliq kechmishimizni ko'rish mumkin. Shaxslar aro ziddiyatlar, yurtlar aro ziddiyatlarmi kishilarni o'zini sezmasdan Xitoyga axborot beradigan quloqlarga aylantirib qo'ydi. Misol, bir Xitoy josusi ma'lum bir gumonli shaxsni kuzatmoqchi. U shaxs bilan kelisholmaydigan birisiga havola qilishi mumkin. Ya'ni buni bir xil shaxsiy ziddiyat tipida ko'rsatish orqali Ahmad bilan qanday raqsan? Mahmad as kelisholmayman. İpini keltirib shuni bir boplayman desa, bo'lsa sen shuning harakatlardan meni bir xabardor qilib tursan, bir kun bir o'ng kelib qoladi, rasa bir ko'rsatib qo'yapti. Buning bilan Xitoyga ishlayotganligidan bexabar holda gumonli shaxs haqida axborot berishga rozi bo'lishlari mumkin. Bir tunishim yoki do'stimning shaxsiy o'chilishi uchun
o'rtaq raqibimizni yonboshqa chiqarishib beryapman deb o'ylab bundaq bir josuslikqa bog'lanib qolishi mumkin. Manmanlik talashish ziddiyatlari, shuhratparastliklarni ana shundoq sezmasdan talonchining o'tinishlarini bejiryapman degan o'y bilan Xitoyga ishlashga boshlash mumkin. Chunki josuslikda xizmat taklifi to'g'ridan to'g'ri soqchi idorasi yoki josuslik organlari tarafidan berilmaydi. Chunki josuslik insonni eng chonqur tadqiq qiladigan bo'lg'achqa, insonlarning g'ururi, vijdoni, nomus va sharaf tuyg'ulariga to'g'ridan to'g'ri tegishning natijasi nima bo'lishini obdan biladi. Buning uchun kishilarning g'ururi tegmasdan, vijdon azobi chektirmasdan, mana shu qadar nomussiz bir ishga yetakligili bo'ladiganligini nayti obdan bilgan mutaxassislarning bir yurish nazariyalari, tajribalari bo'yicha bakmi ustulik bilan harakat qiladi. Bu so'zimizga dalil sifatida bir misol berib o'tay. Mossad, ko'pchilikka ma'lum, bu Isroiliyaning josuslik organi. Mossadning Kanadadan panohlik tilagan jasusi Viktor Ustorovskiy yozgan Yili yo'li nomli aslimiy kitobda shunday bir misol berilgan. Yahudi jasuslari Suriyaning maxfiy axborotlariga erishish uchun kerakli bir nishon izlab yurgan kunlarda ma'lum bir Suriya ministerining yaqin tuqqani Yevropadagi ma'lum davlatga o'qishga manganligi haqida ma'lumot oladi. Yosh arab izlab topiladi. Ammo tabiiyki nayt qamlashgan bir sabab bilan tonishlik boshlanadi. Yahudi jasuslari o'zlarini ma'lum Yevropa davlatidagi xalqaro bir shirkatning odamlari qilib ko'rsatdi. Bu shirkat O'rta Sharq davlatlari bilan savdo qiladigan shirkat bo'ladi. Natijada intayin qamlashgan bir yerni keltirib, yosh arab xizmatga taklif qilindi. To'g'ridan to'g'ri Isroiliya josusligimi? Albatta yo'q. Eliq shirkatning O'rta Sharq davlatlaridagi ijtimoiy uchurlar to'riga bir odam lozim bo'lganligi aytildi. Tabiiyki bu davlatlar Iroq, Iordaniya, Saudiya Arabiston, Kuvayt degandek sanab o'tiladi. Qasdan Suriya sanalmaydi. Yosh yigit o'zi so'raydi. Suriyaning vaziyatiga qiziqmamsizlar? Shirkatimizning tijorat doirasida Suriya yo'q. Ammo yuqoridagilardan so'rab ko'rsak bo'ladi. Balkim cheklik doirada kerakimi bordi? Degandek javob berishdi. Bir qancha kundan keyin javob berishga va'da qilishdi. Keyin va'da bo'yicha javob berildi. Har holda lozim ekan. Vositalik uchurlar. Uchur tadqiqot o'rnimiz Suriya uchurlaridan qo'shimcha foydalanishi mumkin ekan. Yosh yigitmi ancha ahmoqlardan bo'lmasa kerak. U bularning bilishga qiziqadigan narsalar ichidagi harbiy yetkazishlar, portda parxotlarning harakatlari, davlat ichidagi safarbarliklarning arqisi qatorliqlardan gumon qiladi. Yahudlar unga shunday deydi. Harbiy yetkazishlar tijoratimizga shuning uchun kerakki, yaqin kelgusida bu rayonning siyosiy vaziyati muqim bo'lamdi yo'q. Buni bilibroq ish qilmaganda falon shirkatdek oqibatga qoladigan gap. Ular birinchi qatimliq Paris qo'ltiqi urushining bo'lishini oldin mo'ljallanmagani uchun tuzilgan nurg'un to'xtamlari bir tiyin bo'lib ziyon tortganning ustiga to'lam to'laydigan oqibatga qoldi. Shuni biz bunday uchurlarga e'tibor beramiz. Yosh yigit bu shirkatning uchur mulozimatchisi bo'lib ishga tushgan hamon uning hisob nomeriga $10,000 qo'yib berildi. U ministr tag'isining vositasi orqali bu shirkatni harbiy ma'lumotlar bilan ta'minladi. Uzun mezgildan keyin uningdan so'ralgan narsa bakmi bilinarlik bo'lganligi uchun yigit so'raydi: "Sizlar zodi qanday shirkat?" Javob berildiki, "Biz Isroiliya maxfiy xizmat idorasi. Sen necha vaqtdan beri Mossadga ishilding. Endi xohlasan buni davomlashtirsan, biz deganni qo'lga keltirib bersan. Bilinib qolsang 5-nji kunchisi bizni ega. Xohlasan rad qilsan, necha vaqtdan beri bergan uchurlaringdan bir nusxasini davlatingga vatib beramiz." Bu bizning ko'nlarning bir temsil so'zi var. Uchunini patrovasa qag'ini asan bo'lgandek. Bu demga kelganda oshkora jasusga aylanmay amal yo'q. Mana shunday ma'lum shirkat ishlayotgandek, ma'lum odam ishlayotgandek,
Ya bo'lmasa vatan millatga hech qanday ziyni yo'q odatdagi narsalarni aytib berib birmuncha haq elayotgandek ko'ngilga tasalli vijdonni papilab uxultib qo'yadigan nurg'un tür va shakllarda bo'ladigan bo'lg'achqa bu qadar ko'p o'lqishdan birariga dastlab selish xili odamni saqlanolmaydigan masala. Undan boshqa xuddi yuqori deyilgan sunniy krizis qilib turib muhtoj qilish yo'li orqali yordam taklif qilish metodining yana bir shakli bular bo'lmas odatdagi biror ishga yollab olib nurg'un pul berish boyvachcha yashashga rohat farog'atga odatlantirish shahvatparastlik o'yin tomoshaga hirsman qilib yetish orqali yo'ldan chiqarilishi mumkin. Bundaq bir xil yuqori iqtisodiy saviya talab qiladigan hayotga o'gitilgandan keyin tabiiy holda buning davom qilishini xohlash, buning ta'min etkichilarga biqindilik ruhiy holati shakllanadigan gap. Mana bu yo'l bilanmi buyurilgan ishni qilishdan bosh tortolmaydigan malaylar yaratiladi. Kodlarning sabrning tegi oltin deganidek qanoatchan, sabrchan bo'lmaslik. Şeklilikni qo'g'lishish, moda herismanligi, o'z umuchiga shukr demay boshqalarning battisiga ko'z qizartish va hasad qilish kayfiyati insonni cho'qim shu sharmanda patqoqqa turmay qolmaydi. Allah shunda agah va madad beryotidiki, shubhisizki Allah sabr qilg'uvchilar bilan billadir. Ko'pchilikka rahmat.